Bir qassob inog'amiz agar bir molni shu soz ko'tarib ko'rgidek bo'lsa 35 kilo keladi deydi. Vaqtiki taroziga qo'ying, yo 34,5 keladi, yo fix 35 kilo keladi. Qayerdan bildi bu inog'amizni qo'liki, hatto kompyuteri tarozidan ham ko'ra uni ikki qo'li biladi. Vahotirki dunyoga vaqt beribmiz. Zargar inog'alarimiz vaqti zamoniki tilloni tirnog'ini uchi bilan urgidek bo'lsa, biladiki tillo aslimi yo tilloy xarobmi yo tilloy ja'limi, tilloy ajdami yo tilloy bistiyakmi, nuqrani ayni shaklga tirnog'ini uchi bilan biladi. Nima uchun biladi buni tirnog'i? Dar holiki olay feshrabdan buni teziga bila olmaydi. Bu qanday biladi? Dunyoga vaqt beribmiz. Dunyoga tushunarga talosh qilibmiz. Sarrof inog'alarimizni oldiga bunday bir mashinaki chiqqigidek bo'lsa, valo ja'li pul qaysidir, dollar ja'li qaysidir, dollar asli qaysidir, pul afg'oniy ja'li qaysidir, g'ayri aslidir, zarur emasdi. Chinon bir qo'li sur'at tezi bilanki pulni hisoblaydi, biran vaqt birtasini bu tarafga chiqarib qo'yib Shunday hisob boroti birtasini chiqarib qo'yib beradi. O'zi ham og'zi sizga, ko'zi ham sizga, qat'an pulga ham qaramaydi. Janobi sarrof hukam, siz qayerdan bildingiz bu qo'lingiz biladi ja'li pul bilan asli pulni? Vaqt berganda dunyoga. Onaginamni oldiga agar opa singillarimizni oldiga keltirib bizda undi qo'liga bersak, bizlarning qo'limizdan tanho shuncha keladiki, suvni qo'shib xamir tuzatamiz. Ammo bu undi chinon bu xamirni sayratadiki, bavar qiling dunyo oldiga ojiz qolgandek bo'lsin. Mashinahoy oshakdan chiqarsin, undan raqam baraqamni ko'rasizki, va to'ylar va marosimlarga tuzatadi. Samsasi aloyda, qovaqisi aloyda, yana birdagasi aloyda, raqam baraqam. Naki bir qonun oldiga bitib qo'yilgan bo'lsa, shakari o'z andozasiga, suvi o'z andozasiga, tuzi o'z andozasiga, andakkinam oshkiday bo'lsa sho'r bo'ladiki, hech kim ham og'ziga ura olmaydi. Shunday bir narsani zebo tuzatib oldingizga keltirib qo'yadi. Onajon qayerdan o'rganib edingiz desa aytadi, 35 yildan beri bacham shu ishni men anjom beraman. Hammasi nimada? Marbut ba dunyoda onam jonimga, otam jonimga, akam jonimga shunchaki dunyoni bilasiz, oxiratdan ham kelingirtay ma'lumot bering. Valo men mullo emasman-ki oxiratdan ma'lum bersin. Valo men tabliqqa ketganim yo'qmanki, mendan la ilaha illallohni so'raysan, uni ma'nosini so'raysan va zindalik qilmoq shariatga nima narsada, jamiyaga u farangi shaharnishillik nimada, uni mendan so'raysan deydi. Men mullo emasman, o'qiganim yo'qman. Allah subhanahu va taolo shikoyat qiladi. Ya'lamuna zohiran min al-hayatid dunya. Bu bandalar hayoti zindagi dunyoni yaxshi biladilar. Lekin vahum anil oxirati hum g'afilun. Lekin oxiratdan nimada? G'afil. Agar bizlar oxiratni yodimizga tushunsak, hamisha oxiratni fikr zikri bizlarning kallamizga bo'lsa, hech vaqt bu muhit zisti hech nima qilmaymiz bizlar. Oluda qilmaymiz.